Bundaq sınaş ən xəterlik. Öz səttaşlarının hayatı bilan oynaşqanlıq. Bundaq işenməslik ən qoğunuşluq. Bundan keyin ikki taraf qandaqmı sadılıq bilan həmkarlaşa alsın. Menimcha bu idora boshlig'i yana umidsizlanib qolgan bo'ldi. Endi xafa bo'layverma. Sizdan kechirim so'radim-ku. Buni sizga cho'qim to'liqlab berma. Hojat yo'q. Yana o'lib ketgan səttaşlarınızga to'liqlab bering. Gapinglar tugidimi yo'q? Kun o'ltirib bo'lay dedi. Bu yerda tunaydamsizlar? Saat 5 oldu. Qanday qilamiz? Siz polkovnik. Kundashlik purig'i nima degan kuchlik? Chin qo'mondan. Bizning davlat qutqizish 2-qism bu yerdan 20 chaqirim yiroqdagi Anshinsayda turadi. Bugun kech biz u yerda o'tkazamiz. Bu qismni Kompartiya ishg'ol qilib olgan emasmi? Xotirjam bo'ling. Kompartiya ishg'ol qilg'ini faqat atrofdagi yezi qishloqlar. Anshinsayga o'xshash cho'ng makonning tog' bag'rida yashag'ili bo'ladi. Qanot chiqasimi, u yerga uchib kirolmaydi. Ma'qul. Xo'jayin. Yushandan xabar bormi? Nima? O sezib qapti. Qaraganda bu Chingtangga taqobil turish uncha o'ng'ay emas ekan. Xo'jayin. Lin Yushan telegrafida Chingtangni og'zidan tushamay maqtab ketdi. Uning deyishicha Chingtangning salohiyati mutlaq shinchilikka. Bilaman. Ayol kishi degan o'zining ko'ziga ishini bir ishlarga hukm chiqirdi. O ko'zining o'zini aldayotganligini bilmaydi. Xo'jayin. Demakchi bo'g'iningiz. Mening boshqa maqsadim yo'q. Biroq faqat shu ko'nglim xotirjam bo'lmayotdi. Nimishqa? Hozirgi Chingtang bir necha kunning oldidagi Chingtangga faqat o'xshamayotdi. Xo'jayin. Bu nima deganingiz? Uzun yillik tajribam mushundaq bir sezimni paydo qilib qo'ygan. Balkim bu o'rinsiz ham andishidir. Biroq helimo boshliqning bir jumla so'zi esimda. Men odamni xato o'ltirishga bo'ladi-ki, biroq bir odamni qo'yib berishga bo'lmaydi. Kompartiyaning xabar yetkazgich xodimining kirmaydigan teshigi yo'q. Sen o'ylab baqdingmi? Xobeydagi muavin qo'mondonning qizi Kompartiya a'zosi. Ular intayin qo'rqinchliq. Burkut ovlash plani G'arbiy janubni butunlay egallaydi. Shu sababdan biz hargizmi beparvolik qilsak bo'lmaydi. Bu shaxs mayor general bo'lganligi uchun sinab ko'rishga arziydi. Birinchidan, idora boshlig'i tanishtirgan Chingtangning qanday margan qotil ekanligini va uning qanchalik jasorati borligini sinab ko'ralaymiz. Ikkinchidan, uning tegtakni ko'ralaymiz. Ishlarimizmi ishonchli bo'ladi degan gap. Demakchi bo'g'iningiz sinaq plani davomlashsin. Albatta. Beybingdagi Huang Shuyar bilan Wushu Do'g'i telegramma yo'lla. Ular inchiklik bilan tayyorlik qilsin. Chingtang sezib qolmasin. Xo'p. Chingtangga telegramma yo'lla. Ma'qul. Chingtang inim, sening bexatar Anshinsayga kirib olganligingni anglab xush bo'ldim. Safar jafoliq, jafo tatib qolding. Lin Yushan polkovnik sana beadablik qilibdi. Kechirgin. Shunga bu telegrammani sana avatdim. Sening tezroq qaytib kelishingni kutib turaman. Gomindaning cho'ng plani bakmi muhim. Sana va'da beramanki, bundan keyin kutib olgan o'rinlarda bundaq ishlar hargiz yuz bermaydi. Inimning bu yerga kelishini to'rt ko'zim bilan kutaman. Xo'jayin. Eng nadir, eng yangi
süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.jjsalkin.com. Qir tulki. Bu ablah rahmeyli gerken. Saxt köynüş. Ağzına uçu dilgen gepler. Barlıq işlarni baldurla pulalap qoygan. Şunu biz beparvolik qilsak hargiz bo'lmaydi. Aldığımız yol tex uzun. Başlaq, demekçi boğununuz ulan yana qılta qoydu, şundaq bu. Bu tərpinə aid eniq. Biz faqat planni o'zgartimiz. Ularning qiltiqiga hargiz tushmayli. Planni plan bilan bir taraf qilish kerak. Javob qaytar. Hop. Telegraf teksti mundaq. Davlat uchun jafo cheksam arziydi. Bu degan kichikina avorchilik. Meni texmo mo'l tajribaga ega qildi. Men baldurroq xo'jayin bilan jam bo'lib, cho'ng ishlarni vujudga chiqarsam ekan deyman. Bu Changtang xeli bilimli odam ekan-ku. Xo'jayin, Xo'ngshuar bilan Wushudo'ga telegraf evataylikmi? Orqadagi ishlarni bakla chekdan oshirib etib, ichimizda o'ch adovat saqlanib qolamiz. Ma'qul. Yachin. 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 Bakkensiz ha? Nimda uzun sürmeysiz? Endi esingizga keldimmi? Bu nima deganingiz? Yiliq alayda xodimlar qo'shib parangiz sotmabdingiz. Pastroq gap qiling. Meni tutmang. Nima? Uning gapini qilib qo'ysam ichingiz og'rib ketdimi? Nimaga kulasiz? Degan gapim o'rinli emasmi? O talatinglarni ko'rib ko'zimga ishonmay qoldim. O tex qo'lingizda eslayapti. Ko'rib ko'nglim ilishib ketdi. Bir ishni faqat tushunmayapman. Bu ishning siz bilan nima munosabati bor? Nimishqa xafa bo'lasiz? Men ko'zimga sig'madi. Sizningcha men xafa bo'lsam bo'lmaydi, shundaqmi? Tushundim. Mening ishimga aralashma demakchi. Ma'qul. Men mangay. Hey, Yachin. Nimishqa meni tutib qolasiz? Menga o'sha emasmi? Meni ko'zga ilmaysiz-ku. Astroq so'zlang. Unutib qoldingizmi? Bizga vazifa o'rinliqlik kelgan. Siz-chu bak oson hissiyotga berilib ketsiz. Bugungi u sinoqda tasliq qildingiz. Biz kompartiya a'zosida faqir vakili, to'g'rimi? Kechiring. Men ularning sinab yiqotganligini bilmabdiman. Qarsam ular sizni o'ldirmoqchi bo'lgan deb shunday qildim. Bilaman. Esingizda ching tuting. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar maxfiyatlikni saqlab, hissiyotga tayanib ish ko'rmaylik. O'ylab beqing. Bugun rost gapni davatgan bo'lsangiz, bizning barliq tirishchanligimiz bir yo'lda mag'lub bo'lgan bo'ladi.
Xato qilibdimi? Sizga tarbiya qilay demadim. Faqat bu ishlarni tushunsin deyapman. Biz hozir nihoyat xatarlik muhitda yashayapmiz. Atrofimizda dushman kuchlari bor. Faqat kichikni beparvolik qilsangizlar, atki quyoshni ko'rolmaymiz. Tushundim. Yana bor. Lin Yushanga ichim og'rig'in emas. Siz bu mening ishimga to'sqinlik qilmadingiz. Bularning hammasi o'zingizning xiyoli. Kechiring. O'zimni bosolmabdiman. Nima bo'ldimkin? U sizga yaqinchalik qilsa, mening endi unda qilmayman. Birdam orom eleviling. Bu sizden hujrangiz. Xato kirib qolganingiz yo'q. Nimaga hamma qilib tursiz? Bu yoqqa keling, ha? Lin polkovnik. Shu amitdi. Cho'qim xizmat to'g'riliq sizlashgandek so'zlashamdiq. Unda qilsam qanday bo'ladi? Meni yishan deb chaqiring. Ikkimizning ko'rishguniga tex 2 soatmi bo'lmadi. Ba'zi odamlar bir umr birga bo'lsa-mu, bundaq hissiyat paydo bo'lmaydi. Biroq ba'zi odamlarga 1 minut bo'lsa kifoya. 2 soat bek uzun bo'lib ketdi. Shundaqmi? Chin qo'manda. Men siz degan 1 minut bo'lsa kifoya deydigan odam, shundaqmi? Siz deb beqna. Balkim siz uchun shundaqdir. Lekin men uchun uzun vaqt kerak. Siz bilan birga kelgan qiz sizni yaxshi ko'rdigandek qiladi. Sizlar oshna emassizlar? U degan qurol-yarog' mutaxassisi. Men uni hurmatlayman. Bo'ldi, aldima. Ayol kishi bu tarbiga bakmi sezgir keladi. Uning ko'zidan buni ko'rib oldi. U sizni bak yaxshi ko'rdi. Balkim. Biroq men burkut ovlash planini amalga oshirish uchun keldim. Men uchun aytganda bu tarafi bakli muhim. Manga ishini. Ayol kishimi siz uchun nayta muhim. Men hergiz bal qo'yib etmayman. Birdamdan keyin yig'in zalida ko'rishaylik. U yerda sizni kutib olmoqchi. Nemishqa buna qaraysan?
Onun nima deding? O'g'irliqcha anglading. Biz nima deyishgan bo'lsak, sening nima karing? Uni yaxshi ko'rsan, shundaqmi? Nima? Kundashlik qilyapsan? Shunda. Uni yaxshi ko'raman. Qanday? Sen meni yaxshi ko'rgan er kishi emas. Burunma emas. Hozirma emas. Buningdan keyin texim emas. Yana meni uradigan bo'lsam, seni bo'g'izlab etaman. Sen bana birga o'tishga va'damagan. Xatolashding. Men burun rost shundoq degan. Biroq hozir qarashimni o'zgartdim. Sen bu sening meni qiynag'anliging emasmi? Bunimi sen yaxshi ko'rsan emasmi? Seni onun bilan ko'rishguningga texi yarim kunmi bo'lmadi. Sen onun qanday odamligini bilamsan. Karim yo'q. Faqat yaxshi ko'rsamla bo'ldi. Çın komandan geldi. Çin komandanın kelgini qarshi olamiz. Jafo tatdingiz. Bu yoq davlat qutqizish 2-qo'shinning qo'shin boshlig'i Manxayma polkovnik. Xo'shalman. Ben mu xoşal? Çin komandan, qani ishkirga kiring. Lin polkovnik, ming polkovnik. Marhamat. Marhamat. To'xtanglar. Çın komandanın namini köp anlap quluqim pishib qoldi. Bu idora boshlig'ining aytishicha, sen bir mergan qotilkansan. Biroq men faqat tushunamadim. Nimani mergan qotil deymiz? Xo'sh bo'lgan ishim, bugun Çın komandan o'zi bu yerga qadam tashlab ketdi. Qani, birodarlarning ko'zi ichilib qolsin. Bir ikki qo'l mahorat ko'rsataman. Ha, to'g'ri. Ko'rmasmi? Mahorat ko'rsata. To'g'ri deyapsan. To'g'ri deyapsan. Ha, qani? To'g'ri deyapsan. Ha, to'g'ri. Shunda qilsin. mahorat ko'rsatasan. Mahorat ko'rsatasan. Yushan, sen mi bilasan? Bu davlat qutqizish 2-qism. Aslida Chuannandagi pichoq mahoratidan o'zgartib barpo qilingan. Mening qo'l ostimdagilarning hammasi gumpu mahorati, topancha etish mahorati ustun bo'lgan azmatlardir. Yoshurun qaslash, o'sib kirish deganlarning hammasi faqat mening qo'limdan chiqadi. Biroq biz yaqindan buyon faqat tushunamay qoldik. Bergan qotil degan qanday gap? Bizning Çın komandan buni isbotlab berishi mumkin. Biz bu eg'izlik qoyil bo'lmay, amaliyotda bu qoyil bo'lishimiz kerak. Bu yerda turgan mahalla emas, pastiki har qaysi sabdoshlarni qoyil bo'lsin. To'g'ri dedi. Buni ma'qayli, ko'rpaqayli. To'g'ri. Mahoratini ko'rpaqayli. Azmatmi yoki limtasmi? To'g'ri. Bir top ahmaq qag'lar degan so'zning ma'nosini tushunaman sizlar. Nima deydi bu? Ming boshliqning qo'l ostidagilarga bu so'z tulinmas kerak. Çın komandan, nimlab jo'ylayapsiz? Bir top ahmaq qag'lar. Mushu holinglarga kompartiya bilan elishmoqchimi texi? Uningdan ko'ra uyingga qaytib ketinglar. Qara buni nochlig'ini nimlayotdi bu? Nochlig'ini ko'rsatsansa, baslish baqayli. Qanchalik mahorating bor ekan sening? To'g'ri. Ko'rpaqayli. Ko'rpaqayli. Qandaq? Angladingmi? Nimani anglabdiman? Bir top eshakning horg'on ovozdimi? Nimda o'tdi bu?
Yaxshi. Yaraysan. Birodarlar, Cho'ng qo'mondan bizning ikkinchi qo'shinni bir to'p ahmoq qog'la degandan keyin bizmi bo'zak bo'lmay uning o'zimizni ko'rsatgach, sinishib boqayli. Qani, kim ahmoq qog'la? To'g'ri dedi. To'g'ri dedi. Ha, qani, dapaqa. Bu ahmas hünərlərini mən işlətməyən. Qılıç çepiş oyunu? Mən qılıç oynasam, həmin ölüsən. Oy, mendigan no'chi bu. Edə, qandaq sinishimiz? Pishayotganni keltir. Hop! Ming xayma. Chataq chiqib qolsa, xo'jayinga o'zim tushundir. O'zim qilgan ishga o'zimiga. Xotirjam bo'l. Sana hergiz oshmaydi. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.jj-salkin-chekit. Qanday qilamiz? Cho'ng qo'mondan, sinashni deyishmay turayli. Bu qozondagi zaharlik suv, zaharlik mixtaqday, yana bu o't qilich. Mening qo'l ostimdagi qarindoshlarim bu 3 o'tkaldan o'tganlar. 7-inim, bu yoqqa kel. Aka, qahramonimiz Cho'ng qo'mondonga bu 3 o'tkaldan qanday o'tadiganligini ko'rsatib qo'y. Xo'p. Yettincinim, yaraysan. Hep gidin la. Hop. Cho'ng qo'mondan, endi sana keldi. Yo'lni boshlat. Bo'ldi, bama. Ular bilan sinash qilib bo'lmaydi. Ya qo'rqinchli ekan. Bama. Qandaq? Cho'ng qo'mondan, qo'rqdingizmi, ha? Cho'ng qo'mondanning qattiq gapi bilan qizlarni aldaydigan hunarga selishtirsa, birodarlar balkim qo'liga suv quyib bermaydi. Biroq jon ketadigan ishlarda birodarlarim hargiz orqaga yanmaydi. Yanada hech vaqasi yo'q. Cho'ng qo'mondan mening qo'l ostimdagilardan kechirim so'rasizlar, hamma ish tugaydi. Mana bumu bizga hisob. Qo'qninglar qo'qding'i deyman, ha? Qani, no'chi olsan qilmasan, ha? Tursan-ku, ha? Yo'q. Qo'rqatdi. Qo'y o'tsinli bil. Hammaning og'zini yumish. Baya ming boshliq Cho'ng qo'mondanni kutilish uchun bir chaqchaq tayyorlagan. Bo'ldi. Endi Cho'ng qo'mondan o'rniq berib o'ltirdi. Ha, Cho'ng qo'mondan bu chaqchaqni ko'tarolmaydi. Uning terisi bakmi nozik tursa, yanala yap-ichib qo'shal o'tgani yaxshi. Shundola badanlari saq qoladi. Marhamat, Cho'ng qo'mondan. Bundaq rezil o'yinni xijil bo'lmay, mening oldimda o'ynash qilib ketdinglar. Unda qaramliq qilma. Men bu 3 o'tkaldan o'tsam, balkim biroz terim surilib ketishi mumkin. Undaqda hammanglar tegishli jazoinglarga tortilasizlar. O'tirganlar orasida yana birsinglar, men apandim uchun yana bir qitim sinab ko'rsatishga majbur bo'lasizlar. Men Chingtang tegishli jazoga tortilishinglarni umid qilaman. Men xato qilib qolmagandimmi, ha?
Qo'rq gapni qil. Qo'lingdagi tangini qozonga at. Mang boshliq. O'rniga qaytib ketdi. Chong qo'mondan. Marhamat. Kichik pichoq atirtidagi palvonlar. Ha, mana azmatlaydinglar ku. Nima? Qochmoqchimisiz, ha? Qandaq, mang boshliq. Sinishdiga yana qandaq maharting bor? Yo'q. Yo'q. Azimatlar. Sizlarning-chu? Sen qo'mondan. Qaltis yamankansiz. Mergan qatil degan nom sizga shundaq mos kelibdi. Shundaqmi, mang boshliq? Shundaq. Bak mos ketdi. Sen qo'mondan. Qani o'ltiring. Bugun rasli unutilg'usiz bir kun bo'ldi. Yolg'on komandan armiyasi. Razil ziyofat. Kutib olganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Qanda? Razı bo'lgansan? Bu chaqda qanday odamdir? Bak qo'rqinchli ekan. Men burunda aytgan. Onunga taqobil turish oson emas. Biroq sen ishonmading. O'zingga o'zing qilding. Hey, birinchi numar. Bugungi bu mahorating o ablahni chuchitib qo'ydimi? Men seni yanala Gondoshanga qaytgandek his qilib qoldim. Burunqi ham palvon degan, shundoq. O vaqtdagi qurol yetish mahoratingizni qachonliq menga o'rgatib qo'ysiz. Bakmidal. Bo'ldi, sizlarni ko'rdinglar. Bu bir to'p banditlar ojizlarni bo'sa qilib kuchliklardan qo'rqadi ekan. Ular qattiq qo'lliq qilmasak, ularning qayliq qilib bo'lmaydi. Tunji qaytimda o'zimizni ko'z tutib qo'ysak, keyingi ishlar oson bo'lib ketadi. Aslida toza obdan bir g'azalni olgan bo'ldik deb o'ylagan edim. O'ylamagan edim bu banditlar elini ayron ishlatdi. Shunga bu qo'saqmi nag'ri chep ketdi. Tedan ochliqni ularga bo'lib bergin. Ma'qul. Kirsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Qursig'im ichib ketdi. Yeydigan narsa bormi?
Nimaga kulsizlar? Bizmi mush ish to'g'riliq maslahatlashayotgan. Rahmat. O'tiring. Qani. Rahmat. Ay, bu banditlar bek razilkan. Odamning hayotini o'yin qatorida ko'rdikan. Yilqi 7-ning butun badani o'tmi to'shik, tilim bo'lib ketibdi. Nima degan razillik? Faqat sizdek odamlar uni davolab saqayta oladi. Men qanaqa odamkanman? U menda deganim yo'q. U menda aytgan bo'lsangiz hech vaqasi yo'q. Akamiz burun Guandonshandagi vaqtida banditlarning hammasi uni ismi bilan emas, balki laqab bilan chaqiratdi. Yerim odam, yerim olvasdi. Tangdish yo'q, margan deb. Bo'ldi. Yolg'on maqtimi? Hey, men nima yolg'on aytay? Yachinacha, bularning hammasi rost. Banditlar hazil bo'lsa, u banditlardan o'ta hazil. Shunga Guandonshandagi banditlar hatto uning ismini mo og'izdan chiqarishda qo'rqatdi. Shu emasmi? Boya zalda hilqi banditni maqtaqtiga yetqizib, ustiga dasab manganda uni tuniyamayli qoldim. Odat shundoq mehribon odam qandoqmi undaq razil ishlarni qila olasin? Bo'ldi, amaliy ishga kelayli. Ata bibin yetib boramiz. Meningcha dushmanning sinab ko'rishi to'xtab qolmaydi. Ko'pchilik ko'zinglarni yo'g'on ichib, sagak bo'linglar. Oshkoralanib qilishga hargiz bo'lmaydi. Bo'ladi. Chin qo'mondan, Ishingiz bormi? bugun kash ming boshliq sizga haqiqatan bak adabsizlik qildi. Bu g'izadin Jon xonim va birodarlar eg'iz tegsin. Ma'qul. Ko'p rahmat. Chin qo'mondanning tamaqini uyingizga o'rinlashtirib qo'ydim. Qani marhamat. Hojat yo'q. Men tomoq yeb bo'ldim. Chin qo'mondan tuzit qilmang. Men va ming boshliq ikkimiz sizdan kechirim so'ramoqchi. Bumi ularning yaxshi ko'ngli. Bormisangiz qanday bo'ladi? Ma'qul. Marhamat. Aka, qanday qildi? Inochimiz Cho'ngtongning uyiga kirib ketdi. Bu buzuq. Joyni. Cho'ngtong degan ablaqqa shengil bo'lmaydi. Cho'qim kompartiyaning xabar yetkazguchi xodimi. Buningdan keyin uning peg'i tushib ko'z tutchiq. Bir shabi bo'zla, men to'xtat qil. Xotirja bo'ling aka, bu ishni menga topshiring. Cho'ngtong. Aman bir kuni mening qo'limda o'lasan. Nimizda o'tisiz? Ming boshliqni. Onun keldigan yuzi qanmadi. Men vakolatan keldim. Mundaq keldi. Sizga bir qadah tutay. Nima sababdan? Sizning bu odamni hayron qoldiradigan mahoratingiz uchun. Siz bir alohida er. Ha, Qomatlik, eg'ir besiq. Butun badaningiz xuddi muzga o'xshash. Erlik hidingiz purab turadi. Kishi yiqilishdan ayminadi. shundaqmi? Men his qilmaydi ekanman. Men texi o'zimni xeli mehribon deb o'ylayman. Siz bilan birga bo'lsam, o'zimni nihoyat bexatar his qilaman. Faqat yaxshi er kishilar
ayollarga bexatarlik tuyg'usi ato qila oladi. Sizning yaxshi ko'rgan qizingiz bormi? Burun bar edi. U cho'qim chiroyli, shundaqmi? U xeli burun qishloq edi. O'lib ketdi. Shuningdan boshlab boshqa birini yaxshi ko'rib baxmadingiz? Erishamagan muhabbat go'zal bo'ladi. Faqat o'kinish ichidagi muhabbat mangu qalbda saqlanadi. Balkim deganingiz to'g'ridir. Biroq mendek odamlar uchun muhabbatning bo'lmagani yaxshi. O? Nimishqa? Shundaq bo'lgankan, mening umrim uzun bo'ladi. Siz boshqalarga o'xshamaysiz. Menga ishining, sizni nurg'un ayollar yaxshi ko'radi. Shu sababdan meningmi sizning birdan-bir yaxshi ko'radiganingizga aylangim yo'q. Ham aylanolmayman. Men faqat hozirla. Men Xayma sizni shundaq yaxshi ko'ramda. Siz qanday bilib qoldingiz? Bayatdan zalda men buni his qilgan. Eski. Qaraganda ming boshliq bir savdo ekan. Uning men qilganlarini to'g'ri tushunsam bo'ldik. Biroq men sizni sal g'alati his qilib qoldim. Ha? Nimishqa? Siz erlarni o'zingiz uchun kurash qildirib, sen o'l, men yashay demoqchi, to'g'rimi? Men qanday bilaman? Men yana sizning erlarni yaxshi ko'radiganligingizni, ya'ni kelib oson qarmoqqa ilinmaydigan erlarni yaxshi ko'radiganligingizni, qarmoqqa ilingandan keyin siz asta-asta o'shib qoldiganligingizni bilaman. Mana endi siz yana bir nishoningiz uchun kurash qilyapsiz. Men Xayma bo'lsa, o'tganki baxtsiz nishonning qurboni. Bo'lsiz nima? Qaraganda degnim to'g'ri ekanda. Buni sizga kim aytdi? Men Xayma aytdimi? Sizningcha u buni biladimi? Sizning sababingizdan ming boshliq bilan ziddiyatlashib qolg'um yo'q. Eng yaxshisi balduroq ketib bilan. Siz bek qo'rqinchli ekansiz. Bek qo'rqinchli ekansiz. Bularning hammasi o'zingizning ichki dunyoyingizni ko'ramaganligingizdan bo'lgan. Bu so'zni men sizga ish bo'ldim. Sizga ish bo'ldim. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Sen sirti turib, parangizni olayapsan. To'g'rimi?